Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Toifa va men yaqinda Flex 2025-26 finalisti sifatida Amerikaga uchib ketyapman va men yaqinda shunaqa qaror qildim, to что YouTube'ga vlog olaman deb. Bu birinchidan o'zimga esdalik va yana может kimgadir qiziqdir, kimgadir foydali bo'lar balkim. Короче, bu videoda sizlar hozir bitta qizni O'zbekistondan Amerikaga bo'lgan sayohatini ko'rasizlar. Agar sizga qiziq bo'lsa, meni kanalimda qolinglar va, конечно, поддержка qilinglar. Так, men уже yetib keldim. Oyna. Tak, bu yerda mening chumadanim, bu kiyimim. Mana bu chnoy. Yana oyna. Tak, bu yerda muzika bo'lyapti. Mana bu yerda vanna. Shunaqa kichkinagina vanna. Oyna. Bu yerda bo'lsa kravat. Tak. Va oynadan shunaqa vid. Tashqarida bilmayman hech narsa yo'q ekan. Nancy, you want to say hi? Hi, my name's Nancy. I am the flight leader, and I have been excited about this trip for 4 months. And today I finally met all my beautiful students. Hozir bizda ertalab 4:30 bo'lsa kerak soat. Biz hozir pastga tushishimiz kerak va shu bilan aeroportga ketamiz. Mana bu Flex'ning legendarniy futbolkalari. How are you feeling? Excited and nervous. What about you? Me too. Biz ketyapmiz. Доброе утро. Pastga tushyapmiz. Hech kim yo'q. Мы вместе с багажами. One floor arrived. Bizni polyotimiz haqida ozgina gapirsam, hozir biz aeroportga boramiz, Toshkent aeroportiga, потом u yerdan Turkiyaga uchamiz, Turkiyaga пересадка bor bizda. Keyin Washington DCga, keyin ham o'zini shtatiga uchib ketadi. Shunaqa. Нам дали такие что еще? The hair is the same actually. It's almost the same. Toshkentdan Turkiyaga uchamiz hozir. Biz уже keldik va bu bizning birinchi samolyotimiz edi. Biz hozir Istanbulga yetib keldik. Samolyotda 5,5 soat yurdik. Firuza, how are you feeling? I'm kind of excited and scared, so thrilled about everything that's happening.
Do you like flying in the plane? I love the landing and the start, Yeah. but not really the whole process because I was flying in economy and it wasn't really like comfortable. Yeah. But I also like it. Bundan keyingi bizda samolyot Washington DC'ga hozir shuni kutib o'tiribmiz. Istanbul aeroportida. Menimcha 2 soatlardan keyin uchib ketsa kerak yana. Aeroport rostdan ham judayam katta ekan. Biz o'sha chiqdik va 11 soatdan keyin Washington DC'ga yetib boramiz. Bizga shunaqa ovqat berishdi, lekin men nondan boshqa hech narsa yemadim. Bu ekranda siz kino yoki TV show ko'rib o'tirsangiz bo'ladi yoki musiqa eshitib o'tirasiz. Bu yerda naushniklar ham bor yoki prosta uchib ketayotganingizni tomosha qilib o'tirsangiz ham bo'ladi. Men bo'lsa ozgina kino ko'rdim va keyin uxladim. Va nihoyat yetib keldik. Ladies and gentlemen, dear children, we hope that you had a pleasant flight. Mana bagaj claimda hozir chemodanlarimizni yig'ib otelga borishimiz kerak. Hozir biz Washington DC'dagi Dulles aeroportida aylanib yuribmiz. Biz уже Washington DC'da oteldamiz. Tak. American Hotel. Bu yerda kirishda shunaqa Lipton choy bor, keyin kofe bo'lsa kerak buni ichida, shakar bilan и холодильник. Так. Ay. Keyin shakar, keyin shkaf. Tepada uçuk ve mana bu Oy. Oyna. Bu yerda bo'lsa ikkita kravat, и люстры нету. Bu televizorni yoqib qo'ydik. Bunda Amerikaning kanallari bor ekan. Pizza berishdi bizga kechga suv bilan ujinga. Вот. Shunaqa kreslo. Telefon, soat. Shuchu. Bo'ldi. Juda ham kichkina xona, lekin uyutniy такой. Bugun menimcha hamma flexerlar uchun o'zi charchaydigan kun bo'ldi, chunki menimcha 15 soatdan ko'p ishlik shekilli. Toshkentdan Istanbulgacha 5,5 soat uchdik, keyin Istanbuldan Washingtongacha yarim kun deyarli yarim kun uchdik, 11 soat. Kelishimiz bilan bizni Dulles aeroportdan, o'sha Washington DC'dagi aeroportdan otelga olib kelishdi bu yoqqa. Soat 12larda yoki 12:30larda keldik. Soat 4da, 5da yana chiqib ketar ekanmiz. Yana aeroportga, hamma o'zini shtatiga uchib ketadi Washingtondan.
Men hozir o'tirgan xonada вообще lustra yo'q. Может, hamma amerikaliklarning uyida yoki otellarda shunaqadir. O'shaning uchun ham xona ozgina qorong'u, faqat svetильniklar bor, mana bunaqa ishlar bilan yoritib o'tirishar ekan. Yana Amerikaga kelishimdan oldin ko'pchilik aytgan, to что culture shock bo'ladi deb. Buncha e'tibor bermagandim, lekin hali o'zimni hostoylamga borganim yo'q. Hozirdan уже mana shu shok boshlandi menda. Birinchidan bu yoqda telefonimni вообще zaryadka qila olmadim, adapter hali ham topolganim yo'q. Fenni ham ishlatishni bilmadim. Bu yoqdagi dushlarni shlangi yo'q, вообще umuman g'alati bu yoqda. Bilmadim, umid qilamanki o'rganib ketaman. Ertalabdan yana bizni avtobusda Dulles aeroportiga olib borishdi. Meni Nyu-Yorkka posadkam 2 soatdan keyin bo'lar ekan. Hi. We are friends. Yeah. Best flex friends. Yeah. A duo. Dulles. I'm going to Arkansas through Chicago and she's going straight to New York. What else? I'm gonna Please tell say you if I something. will see this on your channel. Почему тут очень шумный? Are you taking video? Don't tell me what to do. Bu yo'lda men уже 3-chi samolyotimga chiqqanman va Washington DCdan Nyu-Yorkka uchib ketdim. My perfect flight ever. I have a window seat. It's not one. That's so good. Biz o'sha qo'nyapmiz va aytmoqchimanki, menga eng yoqqan narsa yerdan ko'tarilish va yerga tushish bo'ldi. Men o'sha Nyu-Yorkka yetib keldim. Ura, все уже. Baggage claim. Shu yerda meni hostoylam kutadi. Don't stop. Please move forward. Carry fire officer TSA screening checkpoint. Hostoylam aeroportdan uyga olib ketishdi. Va nihoyat 18 soatlik perioddan keyin men o'zimni uyimga, Nyu-Yorkdagi uyimga yetib keldim. Hozir xonamda o'tiribman, lekin bu videoni bir kun yoki menimcha yarim kundan keyin olaman, chunki kelishimni uxladim, rosa ham charchagandim. Просто aytmoqchiman, to что O'zbekistondan Amerikaga eson-omon yetib keldim va menda hammasi yaxshi. Hammaga rahmat meni podдержка qilganinglar uchun. Va, конечно, agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosinglar va kommentariya o'zinglarning fikringlarni yozinglar hamda subscribe bo'lib qolinglar. Hammaga xayr.